O'lmasxon opa Jo'rayeva. To'g'rimi? Bo'ldi. Boshlaymiz. Onajon kim bo'lasiz? Kim? Onajon, ayollarga kim? Qaysi ayollarga? Yo'q, mana, tog'am yollarga, bu yoqqa. Bu yerda men turaman. Endi bitta narsani kameramizni to'sib bu yoqqa yo yerga bilan to'sib olmaysizlar. Kadrimiz birinchi hisoblanib qoladi. Bu mening YouTube kanaliga iltimos. Bu yoqqa joylashib bo'lgandan keyin imkoniyat qadar telefonimizdan kamera obyektividan hushyor bo'lamiz. Bu bizni yaqindan. Narigi tomonda yana kameramiz bor. Hammani olishlaraylar. Tayyor bo'lsanglar boshlaymiz. Tayyormizmi? Tayyormiz. Demak, bizni ana shu ko'rasizlar doim. Ko'rasizlar. Qanaqa qarshi bo'lishini bilasizlar. Mening YouTube telekanalida hali bunaqa qarshi bo'lmagan bo'lishi kerak. Onajonlar, shunday chalishni biladiganlar shunday chalasizlar. Bilmaydiganlar farzandlar chaqirasizlar-ku. Shijoatinglar bilan qaytarishda mehmondo'st ekanliklarini butun yurtdoshlarimiz, qo'shni davlat vakillari kuzatishadi. Faqatgina qaysi bilan baholashadi. Shu qaysigiz chiroyli bir mehmondorchilik va mehmonni chiroyli kutganligingizni izohlab beradi. Tayyormizmi? Tayyor bo'lsak boshlaymiz. O'lmasxon opa Jo'rayeva, Andijon Asaka. Bozorni erkaklari deb qo'yay. Boshlaymiz. Tayyormisizlar? Ha, kichkina bolajonlarimiz akangizni nishon bilasiz. Boshlaymiz. Assalomu alaykum Andijon bozori. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Omashur televizioni 232-soni va biz Andijon viloyati Asaka tumani Bo'zarida turibmiz. Barcha yo'l kayfiyat Bo'zariqqa omad kulib boqqani rost bo'lsin va O'lmasxon opa Jo'rayevaga bitta qarshi cho'sin. Shuncha yaqinlar, shuncha omad shovni muxlislari, sizni qadrdonlaringiz, akalaringiz, opalaringiz, onajonlaringiz, hamma hamsoya qo'shnilaringiz mazza qilib hozir quvonchingizga ishtirok bo'lishyaptilar. Xursandmisizlar? Havas qilyapsizlarmi? Bizga ham omad shundan bo'lmadi deganda bitta. Bo'lmasa shu Damaslar karvoni kelsin deganlar bitta qechuvlar bilan yuraginglarda. O'lmasxon qanday qilib omad shunga borib qoldi degan savol bormi yo'qmi? Bor. Odamlar, ha? Ayniqsa siz ishonmayapsiz. Hop, mayli, mana. Bo'zarimliklar, to'g'ri aytyaptilar. Ko'pchilik qo'ng'iroq ham qilayotgan bo'lsa, nima degan savollar ko'p. Shuncha boshqa, mana bizning 1695-avtomobil turibdi.